Shaytonni birodarlar, bitta odati bor. Har bitta ibodatimizdan o'ziga ulush olishni xohlaydi. Hatto namozimizdan ham. Qanaqa qilib? Masalan, juma kuni kelsa, bandani shayton vasvasa qiladi. Qaranglar-da, hatto shu namozdan ham ulush olgisi keladi. Nima deydi? Falon masjidga borib namozingni o'qimaysanmi deydi. Mahalladagi masjidga chiqsa ham juma qabul. Qaysi yerga yetib borsa, o'sha yerda o'qilgan jumani Alloh qabul qilaveradi. Hamma masjidda qilingan ibodat bir xil, illo haramda boshqa. Bir xil. Shayton u narsani nima uchun qiladi? Manfaat olish uchun qiladi. Nimaga uni unaqa masjidga chorlayapti desa, juma kungi yig'inda o'tirib aytadi. Jumani qayerda o'qidinglar? Falon joyda o'qidik. Sanchi? Biz falon masjidda o'qidik deydi. Birinchi safda o'qidik deydi. Shu bilan jumani savobi nima bo'ladi? Riyo aralashib ketib qoladi-yu. Shayton qaranglar-da, shayton shunaqa bo'ladiki,